وروي أن جنيدا قدس الله روحه العزيز. İmam Cüneyd deb ulu vali kishi bo'lgan. Vali kimdir? Ay ustoz adam. Qaddasallahu ruhahu, Allah bunu siylasin. Al-aziz, aziz ruhun. Ay darajalarını öğretsin deb aytganda emik aytdilar Arapça. Omoqchi aytamiz, darajalarını öğretsin ustozin deb. Arapçani ichiga ayta qaddasallahu ruhahu. Allah onun ruhun siylasin. Ru'ya fil manam. Tushunda ko'ringan bu ustoz. Hali o'lgan ustozlar bor-ku, ko'p bilasiz. Tushunda ko'ringan. O'zi o'lgan so'ng ba'da mavti. Faqila lahu, buni tushunda ko'rgan odam bugar so'ragan. Ne deb so'ragan? Mal xabar ya Abul Qasim? Ne xabar axiratda hey Abul Qasim? Nechtir kuyum? Bundan arı ustoz eding, aburung var edi, darajalaring var edi, bar xalq qo'lingga obedi, uchoqli edi, abur etedi, ha? Onda barganda nechtir? Malaiklar da shuli abur etami sana? Allah da siyladim seni. Ne deb ayta bu bilamsiz? Qal, o zaman bu ayta ustoz aytgan tushunna qad tahatil ibarat va faniyatil isharat ma nafa'atna illa rak'atan fi jawfil layl. Ustoz aytib o'ygazakka qaraysiz. Qad tahatil ibarat. Barda biz so'ylab, u yetib turgan zot barcha odamlarga aru so'ylab, aru nasihatlar etib, aru darslar berib, yo'q birisi de deydi. Uçuk ketdi deydi. Kim çıkar uçuk etse qalam qirina babishlar kim çıkar. Qalmaychi go'urchilaring. Barizat o o'qigan, so'ylagan, urekkan arabs. Yo'q dey birida. Biz turadik urekkingi ko'p. Javob bo'ladi, to'g'rimi? Va faniyatil isharat. Isharat deb ayta. Bo'lachi ustozlar, ha, undan bir avval kelib turamsa, o'yindan turib, ha, kelajak bir avval deb aytib qo'yadirchi. Bir ustozlar hajga barkeli Allah tushunna ya da bir adamlar görmeganda az zamanı hajga barkeli Allah. Şöyle alamatlar berip qo'yadi, to'g'rimi? Ustozlarga Alloh taolo siylab. Barisi de pana bo'ldi deydi. Bunda birisi de yok. Bizga foyda bermedi, ma nafaatna. Bizga foyda bermedi illa rak'atani, 2 rakat namoz tug'ilsa fi jawfil layli, gecheni o'rtasida qilgan. Hali bundan ne anlaysiz? Allah için, taze Allah için etken zatları biz kaldı değil. Ha? Azna adamlar arvani asat eti, arv dasbiri de aytıp yüreğimiz getken zatları var ki, şunu suygen zatları biz. Ay biraz gözemellik kabargan zatları. Ozu da bilmem ki de gözemellik kıyıta al adam bir de. Şöyle etken zatları biz barisi de yok buldu. Allah için taze bir avda görmeyenle geçe vakti etken zatları biz kapkaranlıda rahat mı? Bir avda görmeyenle turup, namazda çoğunup, yuxunda barda qavşalgandan namaz qilmak tug'ilchi. Seni kim ko'rar o'sha vaqtda? Ko'ram bir avsami? Atang ko'rammi? Anang ko'rammi? Qo'shning ko'rammi? Qurdoshlaring ko'rammi? Ko'rmay. Kim ko'rar? Bir Allah ko'rar. To'g'rimi? O'sali Alloh taolo shuni shu zot big ortiq Allah. Yaxshi qilgan sadaqa nega ko'p javob bo'ladi? Bir avda ko'rmagan kun aytgan sadaqang borchi? Madrasaga kelib, qarab bir avda ko'rmagan qancha 100 manat tashlab qo'yding. 1000 manat tashlab qo'yding. Ona ana şu kollu javob bo'ladi. Bayqa ko'raganda qaragizali ularlar, qaragiz 1000 masala turam, ona yashili yap-yan o'zida deb salsang, o azib bo'ladi ona javobi. Ko'zamellik uchun salsang bizatda bo'lmay qoladi. Ona shu ma'no, ilm o'qimasning ne ma'no tugul bu? O'qigan ilmingni taza Allah uchun o'qi. Xalqqa aytagan zaringi, o'retagan zaringi, ha? Nega necha o'retasan? Ya bizda baribir jamoat namozga yurgan bo'lsin. Baribir jinnlikka boraylik. Allah uchun etmadingsan, yaxshimi? Adamlar seni maqtasin uchun aytgan zatku, Alloh İbrahim aru so'ylab bila, aruzni araytib bila. O ya İbrahim kelali aru torda o'tirali. Salizal dolma pilavni tolka İbrahimga saliz boshlab deb. Mana o'liz arsali yaramay etmaga. Anglashildimi? Mana shu ma'no. Bari uch ketdi, yo'q bo'lib oldi. Barakatli ilm bilan aytmagan. Amal etgan. Ilmini o'qima tariq, amal etmoq uchun. Bildingizmi jamoat namozga borma tariqni haqidan bugun? O'qidingizmi? Uni Allahu akbar deb chaqirgan zamonda, o Allah ullu. Allah ullu deysa ayta. Tukeningni satanga satuvinan Allah ullu, ha?
Hayvanlara qarayıp turamsan, hayvanlarından Allah ullu. Fayda onna, barakat onna koyup hayvanlarını hayya alas salah dey. Ne de bayta imam? Molla namazga geligiz dey. Koyup barzatni namazga barasan. Nega ayta namazga geligiz deb artib bor? Hayya alal falah. Talaylı bolma geligiz dey. Hayvanlarni semirtip tanalar bilan aqcha bilan talaylı bolmaysan. Aqcha adamning ko'p bo'lsa adashtirar. Talaylı bola gertidanna namazga barsa. Makka. Tukenni har zaman satib turma. Qo'yib bismillah deb beyit tukenda namoz chaqirganda mejikka bormata. Barigizda şöyle uyda atalaringizda aytingiz. Tukenni namoz vaqtida bismillahirrohmanirrohim deb beyit matara. Nega Allah aytdi, "Onna xayrli savdo gel." Asal musang 2 minatsali shunda bir daha 1000 marka satib o'tayim deb tukenda ochib to'xtagansan. Ana Allohga sen Allah aytganingizdan etmeysen. Jumaga barasan Allah aytganingizdan etmeysen. Anlaşıldımı? Son qaragiz. Ayyuhal walad. Ayyuhal walad. Hey yaş. Kim ayta onu? İmam Gazali ayta. Kimin ayta? Ulayın ayta mı? Aytmay. La bek bilagan, okuyan, uçenigin ayta. Ko'p zaman okugan. Oğar yaş deb ayta. Sen yaşsan. Yaşlar bulachi başında bizatda o'ylashmay o'ynab turagan. Sen yaşimik bulasan, okugan zating bilan amal etib bilmasan. Anlaşıldımı? Okugan zating bilan sen amal etib bilmasan, yaşimik bulasan. Hali sagan marat, aqcha bersa anang, baral tükenden sut alib kelse, barib sen oğar şaşkalar, kartalar alib o'ynasan, yaş bo'lmaysan. Tuz kuyda olamaysan, saga bergen zatni. Allah ilmi bergen bo'lsa, şunu tuz yaqqa qo'llama tarixsin. La takun minal a'mali muflisan. Amallarda yarli bo'lmadi. Etegen amalların ko'p bo'lsin. Ay, o'qigan zatingdan namoz qilasan, roza tutasan, aru ko'mak etsan musulmon qardoshlarga, yaxshi aretsin. Şöyle yaxshi aring ko'p bo'lsin. Yarli bo'lma. Va la takun minal ahvali khaliyan. Va la takun sen bo'lma minal ahvali hallardan. Hallar barchi. Nizatdir hallar. Yüreğini, imaning, Allah'a suyuğun. Anlayımsa? Ahiratni suyasan, Allah'ni suyasan, cennetke barma suyasan. Anlaşıldımı? Oynama ne tutuyorsan Alavuddin? Futbol oynama suyasan, ha? Kart oynama suyasan, Allah saklasın kart oynamaktan. Futbol oynamasın yaramada yaray. Şöyle haling olsun suyagan Allah ne? Bir de var namaz kıla, ya Allah kaçan biteken şu taravuklar. Ay ya bir getecek adım salam vergeni uçup şundan dep. Oynamaga yaşlı qaragan ya da kino var onunla dep buna. Şöyle yaman hallardan taydirip taza hallaring olsun. Bir an yatayaqqana yüreğine toxtaş annal ilmal mujarrad. Yalnız ilmi var. Prosta sen har gün gelip madrasaga okup getmakliging la ya'khuzu bil yadi. Seni kolunu tutmaydı bayta. Neçi kolunu tutmay? Nedir manası kolunu tutmay degan zat ilmi? Halini bilmer. Halini bilmer. Soqur adam durçu. Gördüğünüz yolda soqur adam. Asaq ayağı var. Ko'p mashinalar var. Xuddi yurib turagan algada, ha? Şu adam asaq ayağı bo'lgandan şu yoldan chiqib bo'ladimi? Biroq qo'lini tutib chiqarmasa şunu. İlmi de bolgamdan, ko'p ilmin bolgamdan seni. Şu asaqta ilmi durçu. Şu seni ilmi, şu biroq qo'lini tutib chiqarmasa, şu amal tutagan zating seni. Amaling bo'lmasa, şu yoldan chiqib bo'lmay. Anladingizmi? Hali bir daha primeri var. Bu o'zi aytib turadi. Misali u o'zining misalini o'zi keltirib turadi hali bu İmam Gazali. Law kana ala rajulin fi bariyatin law kana bo'lsa bir kishini avloqdasan, ha? Muhammad Nuri. Avloqdasan. Bariya deb aytadi avloqqa. 10 asyafin. 10 xinjaling bor. 1 2 3 10 xinjaling bor. Hindiya deb aytadi. Indiski xinjal. Indiski deb o Indiyani xinjallari bek aro bo'lgan. O salih ekan indiski deb. Hab aro xinjal. Ma aslihatin ukhra. Dağda ko'p arujalaring bor. Pilamod, avtomat, tapancha barda bor. O'q, barisi da bor. Va kana ar-rajulu shuja'an. Allohda o kishi barchi. Ha? Ma'uglimik. Güçlüzat, bek bile barzatni. Güçlüdadir. Va kana ar-rajulu o kishida bo'lsa shuja'an yigit. Va ahlul harbi. Davniyesi, davotibda bajara, ha? Aldatib yo'l tavib. Fa hamala alayhi asadun muhib. Usuna baqib, deb chava aslan qaplan, ha? Aslan qaplan usuna baqib chava bek qo'rqitgan kuydagi. Ma'lannuka, sen nesin yeli?
Hal tadfa'ul aslihatu? Hal tadfa'ul aslihatu? Şu o'zini shu yerda bar salingan qilichari aslan qoplan kelayotgan zaman, "Ey, to'xta. Ona meni arujalarim var, ko'p sat degan bilan, ha? Ona ko'p arujalarim var." Aslan qoplan anglaymi onu? Ha? To'xtajaqmi aslan qoplan arujalarim bar degan bilan? Hal tadfa'ul aslihatu? Şu arujalari jiyan saqlaymi şunu? Aslan qoplanning yamanidan bilastiya maliha, şu alip şulani qo'llamasa, alip tüvikni urmasa, vallahi biha olaba urmasa, qo'llaymi? Ko'mak etami? Etmeychi. Aslan qoplan zamonda men karatani bilaman, ha, u degan bilan, o anglaymi aslan qoplan seni karatanga? Anglamaychi. Ahli tamamdan tu xavajaq. Ona ilmuda şöyle ko'p arujalar jigan zat imik bo'lsa ilmingdan seni. Şu ilming bilan seni amal etmesang, şu seni shayton xavajaq. Nafsing seni kak aslan qoplanning yemikdi. Şu nafsingni yıkmazsan, şu aslan qoplan seni xavajaq. Anlaşıldımı? Bir daha primer keltiramiz. Fakaza law qara'a ar-rajul. Hala anladık o yerin. Aleykümselam. Bir adam okusa 1000 vaprosunu ilmu tabatin ve öğrense 1000 vaprosunu şunu bulan amal etmese 1000 yıl okuysa ne halisen? Madrasada 10 yıl okuysa, 5 yıl okuysa. La yufidu payda vermey illa bil amali etken amali bulan tugulisi. Hal na primer. Bu primerge qarayız. Hiç aru primer keltire bu. Bu primerin aruuna qarayız. Law kana li rajulin hararatun. Law kana bolsa bir kişini yanığı avru geliyor. Sıfravi degan bir o'zi oli avru belgi. Temperatura degan neymi? Yakunu ilajuhu şu avrunun darmani bisiknijin wal kishkapik. Siknijin ne bayta? Balda xansda qo'shib etilgan darman. Wal kishkapda şöyle darman. Arpani suvidan etilgan. Aldinglar ular ete bo'lachi bir darman. Narodniy darmanlar. Fala yasil bur'u darmandan savulup bo'lmay avrudan. İlla bistemali şo'ni etib qo'llamasa şu avruundan şu ne avrudur? Sıfravi degan avrudan savulup bo'lmay. Dapustim, hali qara, Mahmud Ma'zum avru. Bardi aldı aptekdan tabletkalar. 3-4 tabletka aldı. Ha? Tabletkani o'qiy, munchag'ini ichsa bilay savula, ichini yozgan sastavlarini o'qiy, nizatdan etilganini barzani o'qiy. 10 keni o'qisa-da, 100 keni o'qisa-da, avrigani savulam. Ikkolni basi ças deb etmese. Taydemeychi yani onu. Darmanni algamdan bo'lmay, onu qo'llamasa. Ilmini algamdan bo'lmay, onu qo'llamasa. Qo'llamoqligini nechik bo'la? Ilmuda aytgan zatni etmoq bo'la. Namozga da borib, aru asl qilibda bo'lib, tarixsiz, paydasiz o'yinlarda o'yinni qo'yib, shu barchasing Drakula, shaytonlar o'yinlari urib o'ynagan bilay deb. Shuni barini tashlama tarix, paydasiz shu bor. Anlaşıldımı? Osali ilmi okumakligin zaya bo'la, şöyle amal etmesin. Allah sağlasın. Velhamdülillahi Rabbil alamin.